Sizlarga haqiqiy zombilarni ko'rsataman, qaranglar. Nasha chakib olib oqib qolgan. Mana bu o'rnidan tura olmayapti. Qanaqa turish endi bu? Videolarda ko'rardim-da, ishonmasdim. Mana o'zim ko'zim bilan ko'rib, hayron qoldim bora. Kallasini ko'tara olmayapti-ku bu. Bu mashinaga borib egilib yurargan. Qanaqa hayot bu, qaranglar. Tavba qildim, astag'firulloh. Sveji chakishotdi. Hozir bular ham oqib qoladi. Burada burchaga tiqilib qolganlar bor. Короче, bunaqa mini marketli bo'ladi. Oziq-ovqat mashina ichida ponni nashalarni sotishar ekan bor. Mana qaranglar. Nimadirlarni talash. Ko'chadagi bor narsani ham yeb keturishar ekanda. Mana bir nima qilyaptilar? Karatis bilan. Короче, oynani ocha olmaymiz. Mesela ko'chadan borib shundoq nashani hidi shundoq kiryapti-yu. Odam mazasini qochirib qo'yapti. Faqat nashani hidi boshqa. Ha, boshqa shittir hidlar bo'yasdi bor. Oqib olishgan. Hozir bitta tushib sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana qaranglar. Amerikada, Filadelfiyadamiz. Ko'rasizlar ahvolini. Odam qo'rqyapti bor bulardan, tashlab qolishi mumkin. O'chirib qo'yaymi? Biz achkidi syomka qolmamizda to'g'risi bor. Ana qochishga nastab turman, yo'qga. Mashinaga toshlab tashab, sinib tashashar ekan bor. Endi narkotik moddani qanaqa sotib oladi desanglar, mashinalarni o'g'irlashar ekan, oynalarni sindirib, ichidan kashulok-pashuloklarni olib, arzimagan pulga sotib olar ekan bor. Bu videoni Amerikaga kelmoqchi bo'lgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Mana Amerikada ham shunaqa opasniy joylari bor.